Masofadan boshqarishimiz uchun to'liq tarzda mana sxema asosida yig'ilgan. Asosiysi Schneider brendining modul kontaktorlaridan foydalandik. Bu shitimizdan yana bir afzallik jihati ventilyatsiya va konditsioner qismlari avtomatik tarzda ishlaydi, faqat namoz vaqtlarida. Katta joy egallashiga sabab asosiysi 150 amper. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun ko'rsatilgan shitimizda masjid uchun yig'ilgan bo'lib, shitimiz ikki qismdan iborat. Birinchi qismi shit suv, ikkinchi qismi shit освещение. Qani obzor qilamiz. Birinchi kirish saqlagichlarimiz bor. Bu joyda konditsionerni, ventilyatsiyani, himoya tizimlari joylashtirilgan. Buni pastda qo'shimcha binoni konditsionerlarni avtomat saqlagichlari bor. Bu shitimizning ikkinchi qismi. Asosiysi bu yerda освещение joylashtirilgan. Lekin bir qismida invertorlangan zashtalar qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. DC avtomatning bo'lgan hammasi. Bu yerda invertor zashtalari. Undan past hammasi освещение. Katta joy egallashiga sabab освещение 150 amper. Shitimizda to'liq tarzda mana sxema asosida yig'ilgan. Masjidimizning yoritish tizimlari to'liqligicha LEDlardan foydalanilgan. LEDlar impulsli to'k katta bo'lgani hisobiga ham masofadan boshqarishimiz uchun Schneider brendining modul kontaktorlaridan foydalandik. Bu shitimizning yana bir afzallik jihati усилитель va дежурный освещение to'liqligicha litir akkumulyatorga ulangan. Hop, bu joyda ventilyatsiya va konditsioner qismlari avtomatik tarzda ishlaydi, faqat namoz vaqtlarida. Ham bu переключательlar orqali rучной ishlatish imkoniyatimiz ham bor. Ventilyatsiya qismi uchun chastotliklardan foydalanganmiz. Sistemada bo'layotgan jarayonni bilib turishimiz uchun analizator o'rnatdik.